Barchaga salom do'stlar. Men ismim Xo'shim va mening video roligimga xush kelibsizlar. Bolalar obunachilar, bugun boshqacha video qilmoqchiman. Ya'ni bolalar qanaqa video bolalar bilasizlar, men umuman bunaqa video qilmaganman oldin va bu birinchisi va oxirgisi bo'lishi mumkin bolalar. Bugun qanaqa video qilamiz deysizlarmi? Bugun bolalar qishloqlarga prank videosini qilamiz bolalar. Qanaqa prank deydiganlar bo'lsa bolalar, bu juda ham jiddiy prank va odamlar va qishloqlar ishonishi kerak. Buning uchun meni qo'shnim yordam beradi va u qo'shnim hozir o'sha nima desam bo'ladi, biza prank qiladigan yerni oldida o'tiribdi bolalar. Qisqasi prank qanaqa bo'ladi bolalar, o'zi prevyudan ham ko'rib kelganlar bo'lishi kerak bolalar. Qisqasi nima? Qisqasi bolalar prank men o'zimni o'lganga solaman. Ya'ni soxta o'lishni sahnalashtirib, qishloqlarni ishontirib va hozir o'sha qabrning ichida men deyarli bir hafta adashmasam, albatta bir hafta men qabrning ichida yashashga urinib ko'raman bola. Va bola bu juda ham ajoyib qiziq bo'ladi. Sababi bola nimaga? Bola qishloqlar ishonib yig'laganlarini videolarini bola ko'rsanglar juda ham ajoyib bo'ladi bola. Lekin hozir bola bu ishonarli bo'ladimi, yo'qmi bilmadim-u. Lekin bola bu jiddiy tus olishi ham mumkin bola. Nima uchun deysizlarmi bola? Sababi bola agarda biz prank qilganimizni bilib qolsa bilasizlar, juda ham yomon hodisalar bo'ladi. Lekin bolalar bunga qaramasdan sizlar uchun va sizlarning kayfiyatlaringiz uchun bolalar shunaqa prank qilishga qaror qildik va hozir qo'shnim mana bu yerda o'tiribdi va barcha narsalar tayyor va men o'sha nima desam bo'ladi, mana shu ichkarisiga kiraman, mana shu qabrni va o'sha yerda yashayman bola. Ichkarida juda ham ajoyib narsalar bor. Oldin sizlar ko'rishinglardan oldin tez va like va podpiska bosib qo'yish esinglardan chiqmasin bola. Sababi bola bizga like va podpiska juda muhim. Bom. Xo'p, qisqasi qishloqqa san tayyormisan meni qo'shnim? Albatta, men hali doimgidek tayyorman. Lekin bilasan, undan oldin biz hammani chaqirishimiz kerak va ya'ni men chaqirmayman, sen chaqirasan va bilasan, sen rol o'ynaysan va yig'lab qishloqlarga, ya'ni merlarga yig'lab aytasan. Tushundingmi? Nima desam bo'ladi? Yig'lab qoshimni berib qo'ydik, unaqa bunaqa deb, qarochi shunaqalar deysan. Tushunyapsanmi? Men senga aytganimdek, bu qabrda men bir hafta yashayman. Tushunyapsanmi? Va ovqat olish esdan chiqibdi. Hozir shu ovqatning o'rniga bolalar mana shu nonlar bilan ham bemalol yashaymiz bolalar. Mana shu nima desam bo'ladi? Mana shu sabzilar, nonlar bilan bemalol bolalar bir haftaga easy yashab qo'yishimiz ham mumkin bolalar, chunki ichkarida juda ham ajoyib sharoitda qilib qo'yganman. Men sizlarga hozir ko'rsataman. Xo'p, 4 ta non juda ham yomon. Mana bu yerda ham bor-da, bolalar. Xo'p, bolalar, ozginagina sabr qilib tursanglar juda ham ajoyib bo'lardi. Va bolalar, nimaga men bunaqa prank qilyapman deydiganlar bo'lsa bolalar, bilasizlar, ko'p qishloqlar menga prank qiladi va bu juda ham yomon bo'lib. Men prank qilsam bular nima chidolmaydi, men bolalar. Xo'p, 10 ta. Ajoyib 10 ta. Xo'p, hozir suv ham olish kerak. Suv yo'q. Qishloq har kechasi suv berib turadi agarda qishloqlar ko'rib qolmasa. Mayli. Qishloqqa sen bilasan, sen yana men esimdan sani men nima desam bo'ladi? Men sani miyangdan esimdan chiqib ketib, yana meni suvsiz qoldirma, tushundingmi? Hozir men obunachilarga bitta ko'rsatib chiqay mana shu ichkarini va keyin mana bu tepasidan yopasan va bilasan nima qilishdi. Albatta, Xo'shim, sen ham obunachilarning zeriktirib bording-da. Davlat ichkarida ko'rsan, nimalar qurgansan? Albatta, obunachilik juda ham qiziq lekin. Mayli. Oppa, let's go. Oppa bola, ajoyibmi bola, juda ham ajoyib. Xo'p bola, buni orqasida kitoblar bor. Nima uchun buni qo'yib qo'yding deydiganlar bo'lsa, bola bu vaqtinchalik. Men hozir chiqib kirishim uchun qishloqqa sen qarab tur, mana bu yerda kimdirlar qaramasin, tushundingmi? Bilib qolmasin biz prank qilayotganimizda. Albatta, hammasi o'zimda nazoratim ostida. Ajoyib, men senga ishonaman. Xo'p bola, mana bu BMW Cook'dan shunaqa mashinani mana shuga qo'yib qo'yganmiz bola va narsalar hali ovqat qo'yish esda yo'q bola, ovqat olib kelmaganman bola, uzr so'rayman uning uchun. Lekin bola, bizda nima bu bola? Bizda mana bunaqa ovqatlar bor, ajoyib. Xo'p, yana nima bolalar? Bir ikkita narsalar, ajoyib, sabzilardan narsalar qilaman. Pichoqlar va qaynatib bunaqa qilib va ichkarisida tort ham bor bolalar. Okey. Xo'p bolalar, bu nima uchun ko'k va ochiq ko'k? Bilmadim bolalar, chunki mana ustimdagi kiyimim to'q ko'k va ko'zim ochiq ko'k. Va shunga kelib chiqqan holda mana shunaqa qilganman bolalar. Va mana bu yerda ham ajoyib bolalar. Bu degani nima desam bo'ladi bolalar? Men sizlar bilan uzilib qolmayman. Nima demoqchiman? Hozir men sizlar bilan mana shunday sizlarga streamlar qilib, birgalikda videolar olib, shunaqa videolarni montaj qilib, juda ham ajoyib
kontentlar olib boraman shuni ichkarisida bo'lib. Bu juda qiziq bo'ladi degan umiddaman va bo'ladi ham. Xo'p, hozir men qishloqqa aytaman va bir ikkita narsalarni ham olishim kerak, chunki ana yerda mana o'zimning notebookim bor. Notebookimdagi ma'lumotlarni hali ana kompyuterga ko'chirishim kerak bo'lib. Pulni qayerdan oling deydiganlar bo'lsa, bolalar, bu sizlar uchun atdushi shunaqa pullarni ham olamiz bolalar, bilasizlar mana. Xo'p, har ehtimolga qarshi mana buni ham olib qo'yamiz. Bilasizlar, har nima bo'lishi mumkin. U ajoyib. Non uchun nonni ham qilamiz bolalar. Ajoyib. 7 ta non, yaxshi, 8 ta non bo'pti. Xo'p, qishloqqa senga ishondim va barcha narsalarni hozir mana bu yerdan pastdan buzaman va senga ishonganim, bilasan, sen mana shularni yopib tashlaysan va qishloqlarni chaqirib, video kamera, yashirincha video kameralarni qo'yib shunaqa qilasan, tushundingmi? Albatta. Davay, bemalol ketishim mumkin, qo'shim. Ha, mayli, senga katta rahmat. Mayli, xo'p, to'xta, birinchi mana bularni buzib olishim kerak. Bundan oldin bolalar mana shunday qilib tepaga chiqib tezroq buzamiz bolalar. Xo'p, yaxshi. Xo'p, mayli, omad senga. Oppa, yaxshi. Xo'p, ana endi mana bularni buzib olishimiz kerak bolalar, bilasizlar. Hozir bu juda ham xalaqit beradi bizga. Xo'p, ana endi 5 minut sabr qilib turamiz va mana bularni olamiz va xo'p, mana buni buzib pardalarni qo'yib, pardamish, mana bu gilamlarni qo'yib, hammasini chotka qilamiz. Xo'p, mana endi yopildi. Xo'p, bu bir ikkita narsalarni mana shu yerga qo'yib qo'yamiz bolalar, chunki bizga kerak bo'lib qolishi mumkin. Har doimgidek biz o'zimizning xavfsizligimizni ta'minlab turishimiz kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi. Xo'p, salgina qorong'u bo'lib qolibdi-yu, lekin web kameraga men ko'rinar ekanman. Menimcha ko'rinsam kerak bo'ldi, ajoyib. Xo'p, mana endi xo'p, gilamlarni qayerga qo'ygandim? Hozir tekshirib ko'rib, keyin video kamerani yoqaman. Qisqasi, mana sizlarni bu yerga yig'ishimdan maqsad bizni yaqin qadrdon do'stimiz Hoshimni berib qo'ydik. Mana qabrini o'zini uyini oldiga qo'ydik va ko'rishinglar mumkin. Juda ham og'ir menga. Qanday bunaqa bo'lishi mumkin? Axir kechagina Hoshim bilan maza qilib karta o'ynagandik. Sababi qanday bo'lishi mumkin? Qisqasi, bilmayman qanday bo'ldi. U kesab o'layotgan ekan. Kechiringlar meni. Men uni qutqarib yurolmadim. Qutqara olmadim bo'lmasa ham. Uzr so'rayman barchalaringizga. Ya'ni endi Hoshim oramizda yo'q. Uzr, juda ham uzr hammalaringizga. Juda ham. Ey, Jumam, kim ba'di yopmadi? Nimaga men yopuvdim, adashmasam bolalar, yopuvdim. Uzr so'rayman bolalar, non yutdim, uchib ketib qoldi. Voy, juda ham ajoyib. Va juda ham ajoyib bolalar, qaranglar, sababi men ana endi tinchgina umuman ishsiz maza qilib mana shu yerga yotaman, uxlayman. Bola, mayli deyapman. Qisqasi bolalar, mana juda ham ajoyib, chunki bolalar nima sababdan men maza qilib o'tiribman. Yuhu. Voy, bolalar, bitta narsani sezdinglarmi bolalar? Qaranglar. Sezdinglarmi? Qaranglar, bir xil. Bir-biriga anavi uyg'unlashib ketgan bolalar, qaranglar. Sizlar sezgan bo'lishinglar kerak, chunki bolalar, men sezdinglarmi yo'qmi deb o'tirgandim. Sizlar sezgan bo'lishinglar kerak, chunki sizlar meni sezgir, ajoyib obunachimsizlar. Va bolalar, sizlar nima desam bo'ladi? Men shunaqa hazil qilganim, prank qilganim zo'rmi? Yaxshimi? Yoki bunaqa prank qaytib qilmayman? Qishloqlar juda ham xafa bo'laman. Bolalar, bunaqa savollarni va bunaqa takliflarni men sizlarni har doim kommentariyada kutib qolaman bolalar. Kommentariyada yozib qoldirishinglarni iltimos qilib qolaman, chunki men har doim kommentariyalarni o'qib, yozib, javob berib boraman bolalar. Nima ham derdim bolalar, buni qaranglar, mana shu yerga bemalol o'tirib kommentariyalarni o'qiyman. Stream qilsam ham mana bu yerdan mana chatlarni o'qiyman. Shunday qilib o'ynab, o'zi bilasizlar-ku bolalar. Men barcha obunachilarimiz uchun qo'ldan kelgancha qiziqarli video qilishga harakat qilaman, chunki bolalar, men juda ham ajoyib sharoit qilib oldim o'zimga. Mobodo zerkib qolsam, mana kitoblar bor. Bu kitoblar qanday qilib obunachilarni qiziqtirish usullari degan kitoblar bolalar. Mana shu masalani ko'rishingiz mumkin bolalar. Adashmasam 5 ta kitob, 5 ta
kitob, bu yerda 5 ta kitob va biz bu kitoblarni o'qiymiz va sizlarga ajoyib video qilishga harakat qilamiz. Nima ham derdim bolalar, mayli do'stlar, bugun sizlar bilan men yana Hoshim bo'ldim. Kelasi video rolikgacha ko'rishguncha xayr bolalar. Sog' salomat bo'linglar. Aytgancha bolalar tezroq 1000 ta obunachi bo'lsak, juda ham ajoyib bo'lardi. Mayli, xayr.